Aksiyalarimiz boshlandi. 1 kilo buqa go'shtining narxi 104.900 so'mdan maydalar sotib olish, butunligicha sotib olish 101.900 so'mdan boshlanadi. 1 kilo qora qo'chqor go'shtining narxi butunligicha sotib olish 109.900 so'm. Yormazor go'sht markazi jamoat sizlar uchun tunuk xizmatda. Hammani kutib olamiz. Go'shtli grudinka so'ylarimiz narxi 29.900 so'm, 50.000 so'mdan teng yarmiga taxminan arzonlab ketdi. Ot go'shtini xohlovchilar 94.900 so'mdan ot go'shtlarini xarid qilsa bo'ladi. Hammani Yormazor go'sht markazida kutib olamiz. Tillar olamiga xush kelibsizlar. Muzlamagan, yangi o'zimiz sharoitda boqilgan buqalarni tillariga Yormazor go'sht markaziga marhamat. Bu tillarning 1 kilosi narxi atiga 69.900 so'm. 1 kilo ilili payli so'ylarning narxi esa 9.900 so'm. Bugungi shiorim mijozlarimga xolisona xizmat ko'rsatish. Tuyoqlarni ko'ringlar. Bitta tuyoqning narxi 24.900 so'm. 50.000 so'mlik tuyoqlarning narxini teng yarmigacha olib bordik. Yormazor go'sht markazi jamoasi mijozlar uchun tunuku izlanadi va yangiliklar qilishda davom etadi. Hammani kutamiz. Tuyoq sayriga marhamat. Katta mol boqar fermer akalarimizga rahmat. Xonadonlarda buqa boqadigan akalarimizga, qo'chqor boqadigan akalarimizga kattakon rahmatlarimizni aytamiz. Shular sabab mol go'sht, qo'y go'shtlar narxi tushishda davom etyapti. Biz ham mardlarcha katta sahnaga chiqamiz. Ko'rib turgan payli so'ylarimiz go'shtli, kalenkalar, chizza, kalagen bo'ladigan paylarimizning narxi 50.000 so'mdan edi. Yormazor go'sht markazida bugungi sanadan boshlab 29.900 so'mdan sotuv boshlandi. Bek go'sht markazi rahbariyatiga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga hayvonlarning eng yaxshilarini, eng sifatlilarini arzon narxlarda olib kelishyapti. Sog' bo'ling.